Narxini 11 ming dedingiz, faqat naqdmi yo variantmi? Bank ham bo'ladi. Bank ham bo'ladi, ha? Mashina benzinda 40600 probeg bo'lgan, mexanik korobka. Variant ham bo'ladimi aka? Bank bor, naqd bor. Xohlovchilar bo'lsa bank, bo'lmasa naqd. Telefon nomeri parogiga bor, qolgan joyi top-toza. Parokchasi kichkina. Assalomu alaykum dadasi. Va alaykum assalom onasi. Dadasi, menga pul kerak edi. Xo'p, qancha? Ko'p emas, $500 uyga pardalarga yetmay qoldi. Yubor orqali hozirgina senga pul yuboraman-da onasi. Rahmat dadasi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sizlar ibordan pul yuborganmidi? Ha, yubordim. Qancha? $500. Bo'ladi. Yubor ilovasi orqali Rossiyadan turib O'zbekistonga, Qozog'istonga, Qirg'izistonga va Tojikistonga eng arzon kurslarda dollar yuborishingiz mumkin. Yubor ilovasini Play Market va App Store'dan yuklab oling va yaqinlaringizni xursand qiling. Assalomu alaykum aziz do'stlar, kanalimga xush kelibsizlar. Sizlar bilan men doimgidek G'anishir. Bugun 27-aprel hafta kuniga yakshanba. Toshkent Sergeli mashina bozoridaman. Sergeli mashina bozoridan Cobalt so'raga obunachilar uchun Cobalt narxlari bilan tanishtirib o'taman. Video boshidan like bosib, kommentariyada o'z fikrlaringizni yozib qoldiring. Kanalda yangi bo'lib tomosha qilayotganlar bo'lsa, albatta obuna bo'lib qo'yamiz. Videoni birin-ketin ko'rsatib ketaveraman so'rab, yo'q deydiganlarim chiqib qoladi orasida, video kerak emas, so'dim deydiganlar bor. Ulardan mayli ko'rsatib o'tamiz. Xo'p, deydiganlardan bosib ketaveramiz do'stlar. Hop. Aka sizdanmi bu? Ko'rsatsa bo'ladimi? 23-24 yozilgan. Hop, metan gaz bor, ABS. Balolarimiz holati yaxshi turibdi. Mana mashinaning orqadan ko'rinishlari do'stlar. Avtoma chexol poliklarimiz bor. 86400 yurgan. Salonimizni ko'rishingiz mumkin. Ma'lumotlar yozilgan. Hop. Toza 97 759 49 49 77 307 05 00 86 ming yurgan. Kraska toza. Aka narxi qancha ekan? 11300 kami bor. Faqat naqdmi yo variant ham bo'ladimi aka? Banki bor, naqd bor. Xohlovchilar bo'lsa bank, bo'lmasa naqd. Telefon nomeringiz yozilganmi? Rahmat aka. 11300. 11300 ekan. Qiziqqanlar bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. 7800 top toza. 7800 ga do'stlar. ABS bor, shampanskiy svet 2013 birinchi chiqqanlaridan. Kraska toza ekan lekin. Metan gazi bor, ABS bor. Balolarimiz holati ham yaxshi turibdi. Avtomat do'stlar, yana kamiga 181 ming probeg bo'lgan. Agar o'ziniki bo'lsa, menimcha normalniy. Ana nomerlar yozilgan 77 307 05 00. Faqat naqdkami aka bu? Faqat naqdga. Telefon nomeringiz shu. Telefon nomerlarini ko'rsatdim, 7300 mi shunaqa. Qiziqqanlar bo'lsa aloqaga chiqib qo'yaverasizlar do'stlar. Aka ko'rsatsa bo'ladimi? 19 Chokosevet Cobalt. Metan gazimiz bor. Hop. Balolarimiz holati yaxshi turibdi. Tozami aka? Faqat parogiga bor, qolgan joyi top-toza. Parokchasi kichkina. Petma bor ekan, mexanika. 86700 probeg bo'lgan. Mana salonni ko'rishingiz mumkin. Hop. Telefon nomerlari 97 740 77 30. Ikkita nomer yozilgan. Bemalol aloqaga chiqib ko'rasizlar. Aka, narxini qancha qilib berasiz? 9000. Kami bor yana. Ozgina o'tib beraman deyaptilar. Faqat naqdmi aka? Xohlovchilar bo'lsa bank ham bo'ladi. 4 yilga chiqadi menimcha.
4 yilga chiqadi. Telefon nomerlarini ko'rsatib o'tdim. Qiziqqanlar bo'lsa aloqaga chiqib yuborasizlar. Rahmat aka. Hop. Videomizni davom ettiramiz. Assalomu alaykum. Sizdanmi aka bu? Egasi ketdi. Siz bilmaysizmi narxini? Hop, narxini bilmaganlar. Cobalt ko'p. Bisyor. Kimdan ekan aka bu sizdanmi? Ko'rsa bo'ladimi YouTube'ga aka? Narxini aytib olmaysizmi? Aytmaysiz. 9300. 2019 9300 aka. Hop. Hozir egalaridan ko'rsatishga harakat qilyapmiz. Endi ko'pchiligi va tirikchilikdagi odam egalari yo'q deyshadi. Ey yoqimli ishtaha. Sizdanmi ko'rsa bo'ladimi? Raportga? Ma'lumoti yozilmagan buni. ABS bor. Nechika yili? Buni yilini hozir ko'ramiz. 57300 probek bo'lgan, monitorlar qo'yilgan. Xo'p, Yili qancha? yilini hozir aytamiz. $22. Aka narxi qancha buni? 11000. 11000 2022. Kraska tozami aka? Hozir 50000. Narxini 11000 dedingiz, faqat naqdmi yo barakami? Bank ham bo'ladi. Bank ham bo'ladi, ha? Telefon nomer qo'yamizmi aka? Ha, Nechida? 93. 93 335 26 26. 335 26 26. Qiziqqanlar bo'lsa aloqaga chiqib yuborasizlar. Bu ham sizdanmi aka? Faqat shu. Xo'p. Assalomu alaykum. Sizdanmi aka? Ko'rsatsa bo'ladi? Ketishdi. Ketishdimi? Narxini ayta olmaysizmi? 11000. 11000 2020. 7800 yurgan 11000 ekan 2020. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? YouTube'ga ko'rsatsa bo'ladimi aka? Olavering, meni ko'rsatmang. Ha, xo'p aka. 2021 43000 probek. Balolarimiz holati yaxshi turibdi. Kraska toza aka? Kraska toza, benzinda. Mashina benzinda 43600 probek bo'lgan, mexanik korobka. Bunda narxi qancha aka? 10000 kami bor. Bu ham sizdan aka? 2024 15500. Bu ham benzinda avtomat. Buni qancha dedingiz aka? 11000. 11700. 11700. Shu nomeringizni aka yozilganmi? Nomerlarini ko'rsatib qo'yaman. Qiziqqanlar bo'lsa aloqaga chiqaraverasizlar. Rahmat aka. Xo'p. Ko'pini oldida egalari yo'q. Shuning uchun aylanib ko'rsatishga to'g'ri kelyapti do'stlar. Sizdanmi aka bu? 12,5. Kurs ketsa bo'ladimi aka YouTube'ga? Bo'ladimi? 2024 4-chi pokoleniya metan gaz bor. Chexol balonlar qo'yilgan. Salon qismini ko'rsatib o'tamiz. Chexol, poliklarimiz bor. Rollarga ham chexollar qilib qo'yishgan. 15500 probek bo'lgan.
Salonimiz. Yaxshi chexollar qo'yib qo'yishgan ekan. Mashina orqadan ko'rinishlari. To'qson to'qqiz, 3741 benzinda, kraska toza. Aka, narxini qancha dedingiz? 12,5. 12,5 ming. Kami bor. Variantlar ham bo'ladimi? Faqat naqdmi aka bu? Bankda beradi. Xohlovchilar bo'lsa bank bo'ladi. Bitta shumi, yana bormi aka? Bank arenda Farqi yo'q. mana bor, propanli tabletka qo'ygan. 24 propali. Bu narx qanchada aka? Buni bo'lishi 12 ming. Bo'lishi 12 ming. Telefon nomeringiz yozilganlar aka? Bo'lishi 12 ming, 18 ming probek, 33 770 80 ekan nomerlari. Aha. Propalli bu. O'zini radnoy balovlarda turibdi. Chexol poliklarimiz bor. 18 ming probek, mana ko'rishingiz mumkin. Ikkita mashina ham do'stlar, bir mokri, ikkinchisi oq. Egasi bir kishi. Qiziqqanlar bo'lsa bemalol aloqaga chiqaraverasizlar.